Siz bu ertaklarni 45 yildan beri eshitib kelyapsiz. G'arb siyosatchilari kostyumlarini va prichoskalarini o'zgartirishadi. Lekin basharasi o'sha. Eron yakkalab qo'yilgan davlat. Eron iqtisodiyoti mana hozir qulaydi. Biz Tehronga halokatli zarba beramiz. Bilasizmi eng qizig'i nimada? Ular o'zlari to'qigan yolg'onga o'zlari ishonib qolishdi. Washington va Tel Aviv 10 yillab xaritalarda qizil chiziqlar chizishdi. Go'yoki Eron o'ngga yoki chapga bir qadam bossa, uni yer bilan yakson qilisharmish. Xo'sh, natijada nima bo'ldi? Eron bu chiziqlardan shunchaki xatlab o'tgani yo'q. U bu chiziqlarga oyog'ini artib o'tdi. Amerika generallari dabdabali kabinetlarda Tehronni demokratiyalashtirish rejalarini tuzishguncha, eronliklar shunday reallik yaratishdiki, u yerda bu rejalar faqat ko'chada daga o'ynashga yaradi xolos. Qanday qilib har tomondan sanksiyalar bilan bo'g'ishga harakat qilingan davlat bugun dunyo jandarmiga o'z shartlarini aytmoqda. Eron butun dunyo ko'z o'ngida AQSh va Isroilning yuziga ochiqchasiga shapaloq tushirayotgan yagona davlat. Nima uchun? Chunki 45 yillik bosim ostida Eron hujum uchun nishonga emas, balki G'arb uchun o'lim qopqoniga aylandi. G'arb Eronni izolyatsiya qilish haqida baqirdi, lekin oxir-oqibat o'zi izolyatsiyada qolib ketdi. Biz G'arbni butun dunyo deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Lekin Eron isbotladi. G'arb bu shunchaki ojizlarni talashga o'rgangan bir to'da ochko'z davlatlardir. Eron bilan bu o'yin o'tmadi. Tayyor turing. Bugun biz kichik, ularning fikricha bo'lgan davlat aslida o'zlarini bu sayyoraning egalari deb hisoblaydiganlarni qanday qilib tiz cho'ktirganini ko'rib chiqamiz. Men sizga yangiliklarni aytib bermayman. Yangiliklarni o'zlaringiz ham ko'ryapsiz. Men sizga G'arb va Isroil qanday qilib bilmasdan puxni bosib qo'yganini gapirib beraman. Davom etishdan oldin bir gapni aytib o'tmoqchiman. Kanalga like, izoh, obuna bo'lganlar va donat bilan qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Hozir bu yerda na reklama bor, na daromad. Hammasi sof entuziazmga qurilgan. Va sizning yordamingiz shunchaki yoqimli bonus emas. Bu davom etish imkoniyati. Rahmat sizlarga. Siz bu kanalning bir qismisiz. Isroil yillar davomida dunyoga ertak sotib keldi. Harbiy forma kiygan marketologlar temir gumbaz afsonasini yaratishdi. Bizga biz yengilmasmiz. Hatto bitta pashsha ham havo mudofaamizdan o'ta olmaydi deyishdi. Butun G'arb qarsak chaldi. Pentagonda esa bu chiroyli gaplarni qo'llab-quvvatlash uchun milliardlab dollarlik cheklar yozib berdi. Nomlariga qarang. Dovud Palaxmoni, Hets 3. Eshitilishi qimmat va hashamatli. Aslida-chi 2026-yil mart oyida Eron bu afsonani haqiqatda tekshirib ko'rishga qaror qilganda, temir gumbaz faqat oddiy trubalardan yasalgan qulbora raketalariga qarshi ishladi. Lekin haqiqiy Eron mahsulotlari Fatah va Haybar gipertovushli raketalari uchib kelganda, maqtalgan mudofaa ishlamay qoldi. Bu shunchaki zarba emas. Bu butun G'arb harbiy mashinasining ommaga ko'rsatilgan sharmandaligi edi. Isroil generallari vahima ichida bunkerlarga yugurib, Washingtondan yordam so'rab yalinayotgan bir paytda Eron raketalari Massadning maxfiy aviabazalarini tizimli ravishda yer bilan bitta qildi. Tasavvur qiling, Massad dunyodagi eng samarali va maxfiy maxsus xizmatlardan biri emish. Lekin bu voqeadagi eng qiziq joyi bu urush matematikasi. Bitta Isroil va AQSh raketasi $100,000 dan bir necha million dollargacha turadi. Eronning shahid dron kamikadzesi esa bor yo'g'i $20,000. Eron yuzlab shunday dronlar to'dasini uchiradi. Isroil ularni urib tushirishga harakat qilib, millionlab dollar havoga sarflaydi va baribir zarbalarni o'tkazib yuboradi. Milliardlab dollarlik G'arb va Isroil texnologiyalari Eron ayyorligi oldida ojiz qoldi. Eron isbotladi. Texnologik gigantni yengish uchun ko'p pul bo'lishi shart emas. Shunchaki ayyorroq bo'lish kifoya. Bugun Isroil AQShdan yangi havo mudofaa tizimlarini qo'l cho'zib tilanib so'rayapti. Chunki ularning o'z mudofaasi foydasiz bo'lib chiqdi. Xo'sh, aslida kim yuqori texnologik ekan? Javob aniq. O'zini dunyoning boshlig'i deb hisoblaydiganlar Eronni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lib, mintaqaga suzadigan, uchadigan va otadigan bor yo'g'ini sudrab keldi. Twitterda vahima qilishdi, do'zax sanksiyalari va tezkor urush va'da berishdi. Go'yoki bir buyruq bilan Eronni xaritadan o'chirib tashlasadigandek.
AQSh eng qimmat va hech qaysi radar ko'rmaydigan RQ-4 Global Hawk degan nevidimka samolyotini maqtadi. Narxi $220 million dan ortiq. Bitta shu samolyotning puliga butun bir boshli kichik bir davlatni armiyasini boqsa bo'ladi. Amerikalik generallar buni hech kim urib tushira olmaydi. U juda balanda va ko'rinmas uchadi deb maqtanishgandi. Xo'sh, nima bo'ldi? Eronliklar o'zini oddiy qulbora raketasi bilan bu $220 million o'yinchoqni osmondan shunaqa chiroyli urib tushirdiki, AQShning texnologiyasi butun dunyo oldida sharmanda bo'ldi. Tehronda bu tomoshaga kulib qarashdi. Bilasizmi nimaga? Chunki Eron bu Iroq yoki Liviya emas. Bu davlat 45 yil davomida aynan mana shu ssenariyga tayyorgarlik ko'rgan. Eron armiyasi uchun dushman qurolidan o'lish sharafdir. Eronliklar Washingtonga bitta Foxni ko'rsatib qo'yishdi. Bolakaylar, agar sal noto'g'ri harakat qilsangiz, Hormuz bo'g'ozi 15 daqiqada yopiladi. AQSh Hormuz bo'g'ozi bu xalqaro suv yo'li, kim xohlasa suzib o'tadi deb kerilishgandi. Mana endi ularning eng qo'rqinchli tushlari haqiqatga aylandi. Eron bu bo'g'ozni shunchaki yopib qo'ygani yo'q. U bu suvlarni tan ma'noda privatizatsiya qilib oldi. Hozirgi kunda bu yer Eronning shaxsiy agarodiga aylangan. Endi bu bo'g'ozdan o'tmoqchi bo'lgan har qanday Amerika yoki G'arb kemasi shunchaki salom berib o'ta olmaydi. Endi siz bu bo'g'ozdan foydalanishingiz uchun Tehronga ijara haqqi to'lashga majbursiz. To'lov bo'lsa ham pul yoki oltinda emas. Eron ancha aqlliroq o'yin boshladi. Bu yerda narx dollarda emas, balki sharmandalik bilan o'lchanadi. Endi har bir Amerika kemasi bo'g'ozdan o'tayotganda Eron kemalariga salom berib, fors tilida hisobot berishga va yuanda pul to'lashga majbur. Ingliz tilida emas, fors tilida. Dollarda emas, yuanda. Tasavvur qilyapsizmi qanchalik Amerika uchun bu sharmandalik? Eron barcha sanksiyalarni axlatga uloqtirishni talab qilyapti. Mintaqadan qo'shinlaringni yig'ishtirib ket. Chunki sani avia tashuvchilaring bizni baliqlarga xalaqit beryapti. Eron o'z shartlarini qo'ydi. Yo bizni qoidalar bilan uynaysan va tuylaysan, yoki bu yerdan suzib o'tishni tushingda ko'rasan. Mana sizga haqiqiy narx. Amerika uchun bu shunchaki narx emas. Bu dunyo oldida tiz cho'kishdir. Eron shunday shartlarni qo'ydiki, ularni bajarish sharmandalik, bajarmaslik esa iqtisodiy o'lim. Mana endi ular haqiqiy puqni bosdi. Bu shunchaki siyosat emas, bu butun g'arb tizimining yuziga tupurishdir. Endi esa cho'ntakni kovlang, chunki Eronni suvlarida tekinga suzish vaqti tugadi. 2026-yilning 1-apreliga kelib haqiqiy manzara oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Eronning ba'zi dindosh qo'shnilari aslida 200lamachilikning oliy maktabini bitirishgan ekan. Gap Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari haqida ketyapti. Rasman biz tinchlik tarafdorimiz deyishdi, lekin parda ortida nimalar bo'lyapti? Saudiya valiahd shahzodasi Trampning qulog'iga "To'xtamang, Eronni oxirgacha uring. Bu biz uchun tarixiy imkoniyat" deb pichirlab o'tiribdi. Donald Trump ochiqchasiga butun dunyo oldida "Ey shahzoda, mana arqamni o'p" deb haqorat qilsa ham, bu man degan shahzoda haligacha uning ketidan yugurib orqasini o'pishda davom etyapti. Na nomus bor, na g'urur. Mana sizga musulmoncha birodarlik. Eronni yo'q qilish uchun G'arbni qo'liga moy surtishyapti. Saudiyaliklar biz osmonimizni bermaymiz deb va'da berishgandi. Lekin amalda Saudiyadagi Amerikaning Shahzoda Sultan bazasidan Eronga zarba berilyapti. Saudiya va butun yaqin sharqni osmoni esa G'arb samolyotlari uchun ochiq ko'cha bo'lib qoldi. Lekin Eron bunaqa 200lamachilikni kechirmaydi. 28-fevraldan beri Riyod va yaqin sharqdagi neft zavodlarini, Amerika bazalarini Eron salomlari portlatyapti. Saudiya va uning sheriklari Eronni agressor deb ayblashyapti, lekin o'zlari G'arbni kuchukchasiga aylanib qolishganini tan olishmaydi. Ular Eronni kuchsizlantirmoqchi edi, lekin natijada o'z iqtisodiyoti va xavfsizligini xavf ostiga qo'yib, dunyo oldida 200lamachi bo'lib sharmanda bo'lishdi. Eron ko'rsatdi, dushman bilan yuzma-yuz jang qilish mumkin. Lekin nafsi uchun G'arbni orqasini o'padigan sotqinlarning jazosi 2 barobar qattiq bo'ladi. G'arb o'nlab yillar davomida sanksiyalar har qanday bo'ysunmas mamlakatni bo'g'ib qo'yishi mumkin bo'lgan illyuziya bilan yashadi. Ular
banklardagi hisob raqamlarini bloklab, ehtiyot qismlar savdosi va neft eksportini taqiqlasak, Eron tiz cho'kib, ularga rahm-shafqat so'rab keladi deb ishongandi. Lekin ular bir narsani unutishdi. Eron bu zaif koloniya emas, bu kallasi ishlaydigan sivilizatsiya. 45 yillik bosim ostidagi sanksiyalar ular uchun qamoqxona emas, balki dopingga aylandi. Amerika siyosatchilari pafos bilan yangi sanksiya paketini e'lon qilayotgan bir paytda Eron o'zining mustaqil iqtisodiyotini qurib bo'lgan edi. Ular eng murakkab dori-darmonlardan tortib, mikrochiplar va sun'iy sputniklarigacha o'zlari yasashni o'rganib olishdi. G'arbda qoloq forslar deb ustidan kulishayotganda, o'sha forslar dunyodagi eng zo'r byudjetli dronlarni yaratishdi va bu dronlardan hozir NATO generallarini tizzasi qaltiryapti. Eron neftini bekor qilaman deb butun Yevropa qishda uyini isitolmay qoldi. Oddiy amerikalik esa zapravkada oyligini yarmini tashlab ketyapti. Eron kriptovalyuta va sharqdagi yangi hamkorlari orqali g'arb banklarini aylanib o'tib, tinchgina savdosini qilyapti. G'arb esa o'z inflyatsiya va inqiroziga o'zi botyapti. Ironiyaga qarang. Eron bosim ostida yashashga o'rganib qolgan. Unda temir immunitet shakllangan. Erkatoy g'arb esa bunaqa javobga tayyor emas edi. Xo'sh, pushaymonni aslida kim yeyapti? Tehronda benzin suvdan arzon, zavodlar 3 smenada ishlayapti. Eron bugun biotexnologiya va nanotexnologiya bo'yicha dunyoning kuchli 10 taligiga kirib bo'ldi. O'zlarining saratonga qarshi dorilari va vaksinalari bilan g'arb farmatsevtikasini bozordan siqib chiqaryapti. Ular o'z sun'iy sputniklarini o'z raketalarida koinotga uchiryapti. Va eng qizig'i Eron kripto iqtisodiyoti. Ular dunyodagi eng katta mining markazlaridan biriga aylanib, Swift va dollarni shunchaki muzeyga jo'natib yubordi. Haqiqat shundaki, g'arb o'zining eng katta xatosini qildi. Ular 10 yillar davomida qoloq deb o'ylagan xalqni past baholashdi. Washington va Tel Aviv Gollivud dekoratsiyalari bilan urushishga shunchalik o'rganib qolganki, Eronning po'lat xarakteriga duch kelganda tishlari sinib tushdi. Eron bugun shunchaki xaritadagi nuqta emas. Bu agar sanda dux va kalla bo'lsa, butun g'arb mashinasining yuziga tupurib, tik turish mumkinligining tirik isbotidir. Ular hamma narsaga chidashdi. Xiyonatlarga, o'z olimlari va generallarining o'limlariga, diversiya va blokadalarga. Xo'sh, natijachi? G'arb va Isroil shashka o'ynayotgan bir paytda Eron shaxmat o'ynadi va bugun ularning quruq tahdidlaridan chiqayotgan tutun tarqalib ketganda hammasi oydinlashdi. Eron nafaqat qarshi tura oldi, balki kuchli raqibni har bir raketa ovozidan qaltiraydigan qilib qo'ydi. Bu hamma uchun dars. Kuch dollarda yoki aviatashuvchi kemalarda emas. Kuch haqiqatda va o'z maqsadini oxirgacha himoya qila olishda. Eron buni butun dunyoga isbotladi. Ilgari ularning ustidan kulganlarga bugun hech ham kulgili emas.